Asaltoylarim, bugun sizlar bilan biz podyezd tozalaymiz. Podyezd tozalashga qani ket. Tozalik bu saranjon, sarishtalik, tozalik bor joyda ozodalik bo'ladi. Podyezlar juda ham kir bo'lib ketibdi. Qachon meni tozalaysan deb turgan ekan, mana podyezlarni ham chiroyli qilib supurishni boshladim. Yuqori qavatdan pastki qavatga qadar shipirib chiqishni o'zi ham bir ajoyib gashlaydi. Kirmisan, rosa kir bo'libdi. Mana supurib bo'lib endi pollarni chiroyli qilib, pokiza ozoda qilib artamiz. 1 2 3 mana pollar ham chiroyli qilib lattalarda artilishni boshladi. Podyezimiz ham agar tili bo'lganda rahmat, meni juda chiroyli qilib, pokiza qilib tozalab artyapsan deydi. Artib mana oxirgi qavatga ham yetib keldik. Mana endi oxirgi ishim kafillarga yetib keldi. Mana endi kafillarini tozalab artyapman. Pollar artib bo'linib, mana endi kir suvlar tashqariga chiroyli qilib sepilyapti. Va nihoyat pol artish ham tugatildi. Musorlar ham musor cherakka yo'l oldi. Va nihoyat podyezdimizni tozalab bo'ldik.